ko'ngilga aytdi-da, zapasda, qapasda shuna gapni eshitib rosa yomon qiynaldim. Bo'ldi endi bu narsani qila olmadim, men umidni uzib bo'lgandim. 21 yildan beri qila olmagan narsamni shular qilib berishdi, rahmat. Men Bekbayeva Nilufar 1987-yilda tug'ilganman, 8-aprelda. Necha yillardan beri mana shu zagsni muammosi, pasportim yo'q, pasportsiz yurdim. Tanimagan insonim bilan nikohda edim. Pasport qildiraman deb bordim. Metrkalarim ham yo'qolgan, yangi metrka oldim. Pasportni stolga keldim. Kelsam pasportni stolda xolamni qizi Turofova Muxlisani rasmi, ota-onamni zaks qog'ozlari turibdi. Bu qiz men pasportimni nima bu oldi deb pasportni stolga savol berdim. Sevmasam, bu pasportni egasiga sen kelib zo'ravonlik qilyapsan dedi. Yoqda janjal bo'lib ketdi. Bu pasportni egasi menman dedim. Bu rasmdagi pasportni egasi dedi. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Tanimagan insonim bilan nikoh o'tgan ekanmiz biz. Ijtimoiy xodim mahallamizdan, inson markazidagilar borib haqiqatdan ham shunaqami deb meni sharoitimni borib o'rganishdilar. Men undan bir oy oldin ham sudga men ajrim qilaman degandim, eplolmadim. Bir oyda ichida masalani hal qilib, dokumentlarimni ham qo'limga berishdi, rahmat. Endi hozir shunday xursandman borki, birovda eri bilan Xudoga ming martalab shukr ajrashib oldim. 21 yildan beri qila olmagan narsamni shular qilib berishdi, rahmat. Prezidentimizga avvalo ming marta rahmat. Haqiqatda inson markazi birinchi o'rin bitta bo'lib chiqdi shekilli menimcha, lekin haqiqatda insonlarga yondashib, insonlarning muammolarini hal qilib, hech lekin biror marta menga bironta inson bunchalik yordam qilmagandi-da. Men mana shu yerga keldim, faxrlandim. Bekobod shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazida huquqiy masalada ekspert maslahatchisi bo'lib ishlayman. Familiyam Sattorov G'ulomjon Po'latovich. Joriy yilning 28-fevral kuni qabulimga Bekobod shahar Navro'z mahallasi, Manzur ko'chasi 2-27-xonada yashovchi Bekbayeva Nilufar ismli fuqaro murojaat kelib tushgan edi. Fuqaroning tafsilotlarini to'liq o'rganib chiqqandan so'ng buni yozgan arizasi bo'yicha men Farg'ona viloyatini O'zbekiston tumanlararo fuqaro sudiga da'voza kiritdik. 3 marta sud bo'ldi, kes orqali. Sudyaga rahmat, bizni yozgan da'vozamizni qanoatlantirib berildi. 21 yil davomida qiynalib yurgan fuqaroga shu yordam berildi. Bo'ldi endi bu narsani qila olmadim, men umidni uzib bo'lgandim. 21 yildan beri qila olmagan narsamni shular qilib berishdi, rahmat.